Assalomu alaykum aziz do'stlar. Gold TV kanaliga xush kelibsizlar do'stlar. Kecha ko'rgan bo'lsanglar, video qo'ygan edim trompet haqida. Xo'p, challenge haqida gaplashgan edik. Challenge qilaman deb. Xo'p. Hozir o'shani boshlaymiz. Xo'p, ko'rishingiz mumkin menda hozir 121 tron bor. Kecha 123 o'tdi. Bir ikkita o'yin o'ynab, ozgina levelimni ko'tarishga harakat qildim va trondan yutqazdim. Xo'p, mayli. Do'stlar, ko'rishingiz mumkin mayli hozir. Levelim oshdi. 62 93 bo'ldi. Xo'p. Buni maqsad mana qilish, ya'ni gold ko'chish. Xo'p, har soatda olganim o'sha olib bo'ldim. Ko'rishingiz mumkin. Hozir bonusim fauset mana 14 ta bor. Hozir mana buni ko'tarishga harakat qilamiz. Qaraydi. Buni nima qilamiz? Tak, bunga kiramiz. O'yinga kiramiz. Xo'p, ruletga kiramiz. Va buni bosamiz. Avtoklem ketdi. 1 2 10 ta aylantiramiz. 10 tasi o'sha 2 tron bo'ladi, adashmasam. Xo'p, 1 2 va 4 ta ketdi, 5 6 6 ta yutqazdik mayli. 7 8 9 va 10 11 12 13 14 15 o'tda yutqazmaysizlar mana, ko'rishingiz mumkin. Agar 0 ga tushib qolsa yutqazishga ehtimoli bor. Atak mana ko'rishingiz mumkin, 0 ga olib tushgani yo'q. Bu ketaveradi. Hisob ko'rishingiz mumkin, hisob yana joyiga qaytyapti. Xo'p, nechta aylantirdi? Xullas kalom 10 tadan oshdi shekilli. Mayli, nima bo'lsa ham ko'ramiz. Xo'p. Endi stop qilamiz. Stop, короче. Orqaga qaytamiz. Mana o'sha 62.98 bo'ldi. Xo'p, mana shuni 62.98. Yana bitta raqamlik, shuni 98 dan oshiramiz. Xo'p. Xo'p. 100 mana ketdi. 200 tikildi. Ketdi analar. 2 3 Bu levelni eng zo'r ko'tarish yo'lida. Agar sizlar 10 tronga 15 trondan kirsanglar, levellarni bemalol ko'tarib olsanglar bo'ladi. Xohlasanglar boshqa taktikalarni beraman. Dice o'ynadi. Unda bemalol tronlarni ko'tarib olsanglar bo'ladi. Xo'p. 9 ta aylanish. Bu 10-chi. 2 tron. Xo'p, mana 2 tron ketdi. Tak. Aylan. Aha, yaxshilab yutqazdik yana bitta. Minus bo'ldi. Qo'ylar minus emas. Mana nimaga qizildan qoraga tikdim? Misol qizil chiqsa, qora yutqazadi, to'g'rimi? Qizil yutadi. Qora agar teskarisidan bo'lishi mumkin, misol qora chiqsa, qizil yutqazadi. Abza bu yerda yutsak ham yutqazsa ham bir xil ketaveradi. Bo'ldi, endi stop qilamiz. Oxirgi sanashi. Endi ko'ramiz. 98 midi, mana 62 98 edi, 60 hozir 63 03 bo'ldi. O'sha ko'tarildi. Fausetga kiramiz. Mana o'sha 14 ta bonusim bordi, 15 ta bo'ldi. Tron almashdi. Xo'p. Bunaqa kiramiz. Musobaqaga kirsak, mana qaranglar. Bu yerda ham o'sha o'zgarish bor.
Xo'p, mayli, daysga kiramiz. To'lab turaylik. Days o'yiniga kiraylik. Bunda men taktikam bor edi. Xo'p, buni almashtiramiz. 0-1. Bir turon yutsak bo'ldi. Bir turon yoki 2 turon yoki 3 turon bir kunga yetadi. Chunki agar ko'p o'ynasak ham Minskga kirib ketish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Chunki bu sayt o'zi bilib oladi. Bir xil o'ynayversangiz, ora-orada almashtirib turish kerak. Misol bir kirdingizmi, misol 10 turon yoki 15 turon kirdingizmi? Bir turon yoki 2 turon yoki yarim turon oling. Keyin 3 soat, 4 soatdan keyin yana bir marta kirib o'ynang. Bir marta yoki 2 marta o'ynang bo'ldi. Sizlarga maslahat bu. Xo'p. Bo'lmasam boshladik. Hozir minusga kiryapti. Mana o'sha почти bir turon ishlayapmiz. Mana bir turon bor o'sha. Endi men balansimdan kelib chiqqan holatda o'ynayman. Mana o'sha 2 turon bor. Balansimda 122 bo'ldi. Buni ko'taramiz hozir. Darishni ko'tarishimiz kerak. 5 turon olsam yetadi men bir kunga. Buni qanaqa olaman? Misol 2 turon og'iz ishladimmi, 2,5 turon qilaman-da. Keyin boshqa taktikani o'ynayman. Keyin yana darishni o'shaqa o'ynab, har 3 soat, 4 soat yana o'ynab 5 turon, 8 turon qilaman, chiqib ketaman, bo'ldi. Shunaqa qilib yig'iladi zato kunlik. Hozir men kirib ketdi. Kutamiz endi, qachon peskga chiqar ekan. Minus. Mana. Bilishgan ishlaydi. O 5 turon minus kirib ketdi. Orqaga qaytarish kerak endi. Shunaqa holat ham bo'lib turadi, do'stlar. Bu taktika bir periskop chiqadi, bir miniskop chiqadi. Ko'p o'ynasanglar miniskop ko'proq tiqaveradi. Men chunki boya 3 soat oldin o'ynagandim. Undan keyin yana boya yaqinda ham o'ynaganda 2 turon yutdim, chiqib ketdim. Mayli. 4 turon. 5 turon. Chiqib ketish kerak. Xo'p, 4 turon minusdamiz. Peskga qachon chiqargan endi? 5 turon, 6 turon. Yo'q. 4 turonga to'xta, keyin chiqib ketaman. Minus bo'lsa. Keyin peskga chiqib olamiz. Давай, tush. Tush. Молодец yana. Молодец. Uch turonim qaytar, falakat. Voy, 4 turon. Почти 5 turon. Minusdamiz. Tush pastga. Tush yana. Tush. Молодец. Xo'p, mayli. Молодец, tush.
Minusdan chiqamiz. Xudo xolasa. Tak. Aha. Yana ozgina. Yo. Qayt. Biz minusga chiqishimiz kerak. Minusga emas. To'xta, qayt. Yo'q. 5 yana turon. 6 turon. 6 turon. 7 turon. 4 turonga tushib chiqib ketaman bo'ldi. Давай. Давай. Nafs. Tak. Bo'ldi. To'xtatamiz. To'xta. 6 turon. 5 turonga tush xatarda. Yana tush. Malades, tush yana. Tush yana. Давай. Tush. Patron tush ber yana. Ha? Bo'ldi, stop qilamiz. Mayli. Endi boshqatdan qilamiz. Mayli. Mana 18 tagacha chiqib ketib qoldik. 352. Normal ishlab berdi, ko'rdingmi? Bu 300 uchadi. Yana o'yinga kiramiz. Yana o'sha taktikani hisoblab ko'raman. Hop, mana. O'xshadi. 13. Mana 13 emas, 17 qilaylik. Hop. Bir. Hop. Ketdi. Voy. 2 turonga chiqib ketdi yana. Ko'rdinglarmi? Bir bersa plyusga chiqasizlar, bir bersa minusga. Bu taktika shunaqa. Boshda minusga tiqadi, keyin plyusga tiqadi bu taktika. Mayli. Ouch. Hozir 7-8 turon yutqazdik. 8dan oshib. Ya qo'y, ona oldik. Bo'ldi. Shu bilan do'stlar, endi harakat qilaman boshqanaqa ko'tarishga. Mayli. Nima bo'lsa ham bo'ldi. Sizlar bilan xayrlashaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Challenge yana davom etaveradi. Mana shu 112 ni endi xudo xolisa 130, 140, 150 qilaman. 500, mana shu oyning oxirigacha 500 ta tron qilishim kerak. Boshqa taktikalarni ham keyingi videolarimni kuzatib borsanglar, ertaga yana video qo'yaman, undan keyin yana video qo'yaman. Boshqa taktikalarni ham sinab ko'raman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, charchamanglar.